O'zbekistonda quyosh paneliga katta pul tikkan tadbirkorlar endi zarar ko'rishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, o'z ehtiyoji uchun quyosh paneli o'rnatib, ortiqcha elektr energiyasini davlatga sotayotgan tadbirkorlar uchun belgilangan tarif keskin o'zgarishi mumkin. Hozircha davlat 1 kilovatt-soat elektr energiyasini 800 so'mdan sotib olayotgan edi. Endilikda esa bu narxni 250 so'mgacha tushirish masalasi muhokama qilinayotgani aytilmoqda. Bu esa aynan davlat kafolatli tarzda elektrni 800 so'mdan sotib oladi degan ishonch bilan katta mablag' tikkan tadbirkorlarning jiddiy noroziligiga sabab bo'lmoqda. Chunki ko'pchilik kredit olib, millionlab pul sarflab quyosh panellari o'rnatgan. Hisob-kitoblar ham aynan eski tarif asosida qilingan edi. Endi esa qoidalar keyinroq o'zgarsa, investor va tadbirkorlar qanday qilib uzoq muddatli reja qiladi? Agar bugun quyosh panelidagi tarif birdan pasaysa, ertaga boshqa yo'nalishdagi bizneslarga ham xuddi shunday holat bo'lmasligiga kim kafolat beradi? Ko'pchilikning fikricha, bunday o'zgarishlar odamlarning investitsiyaga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin. Ushbu xabarni barcha tanishlaringiz yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha davlat avvalgi va'dalarda turishi kerakmi yoki tariflarni kamaytirish to'g'ri qarormi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.